o'tgan zamonda bo'ladi. Har bitta so'zimiz ham, har bitta zamonimiz ham. Va ikkinchi o'rinimiz yaxshi ketyapti, yetib olish arafasida bizga. Xo'p, did you in a hotel? Did you stay? Ya'ni did borligi uchun bu yerda verb o'zgarmaydi, do'stlar. Yaxshi. Xo'p, I a parachute jump. I did a parachute jump bo'ladi. Yaxshi, 940 ga to'pladik. Va raqibimiz ham ancha qolishmayapti. I all the way to Madrid. I driven. Ikkinchisi bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Aytganimdek, raqibimiz bizdan oldinlab ketdi. Chunki u sal vaqtliroq harakat qildi. We had a barbecue yesterday.